Mushuklar bir kunda necha marta ovqatlanishi kerak? Keling bugun aynan shu mavzu haqida gaplashamiz. Undan oldin videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Unda biz boshladik. Mushuklar yoshiga, sog'ligiga va turmush tarziga qarab har xil ovqatlanish rejimiga muhtoj. 1 yoshdan katta mushuklar kuniga 2-3 mahal ovqatlanishi kerak. Agar mushugingiz juda ham faol bo'lsa, 3 mahal ovqat berishingiz mumkin. Mushuk bolalari 2 oylikdan 12 oylikgacha bo'lgan mushuklar kuniga 3-4 mahal ovqat berish kerak, chunki ularning energiya sarfi katta bo'ladi. Yangi tug'ilgan mushuk bolalari endi tug'ilgandan 2 oylikgacha bo'lgan mushuklar, agar mushuk onasi bilan bo'lsa, u o'z-o'zidan emizadi. Agar onasi bo'lmasa, sun'iy sut aralashmalari bilan har 2-4 soatda boqish kerak. Keksaygan mushuklar 7 yoshdan katta bo'lgan mushuklarga kuniga 2 mahal yoki shifokor tavsiyasiga ko'ra 3 mahal ovqat berish tavsiya qilinadi. Ha, aytgancha, mushugingizni ismini kommentariyada yozib keting.